Assalomu alaykum qadrdonlar, bu mana bu kecha yasagan mini gorilkacham. Kommentariyada ko'pchilik yozdi, buni tokni qaydan olamiz dam olishdi. Bu 12 voltga ishlaydi. Bemalol akkumulyatorni qo'yib ishlatsanglar ham bo'ladi motorchasini. Xo'sh, mana yana gorilkalarimiz bor. Mana bu kattarog'i yem qaynatishga, katyonlarning ichiga, qozonlarga juda zo'r tushadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Buni ham bu tomoniga motorlarni hamma narsasini qo'yib beramiz. Mana shu 950 ming so'm komplekti bilan chiqadi. Yaxshi motori bilan, motorning o'zini narxi 270 minglik, zo'r purkaydigandan, metallari ham qalindan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Zo'r, baquvvat, umuman ekonom qilinmagan. Mana bunday holatida bo'lsa, bular xo'sh 600 mingga chiqadi. O'zi kiyib olib ketganga arzonroq ham qilib beramiz, 550 qilib. Xo'sh, buniki motor hamma narsasini o'zlaring qo'yib olasizlar. Mana bu tomonda yana podzakaz qilingani bu, egani xohishiga qarab pastroq qilib berganmiz, katyolni ichiga qo'yishiga. Mana bunga kichkinaroq motor bilan zakaz qilingan edi. Mana shu 850 ming so'mga chiqadi mana. 12 voltda ishlaydigan motori bilan mana bachoklari ham bor, yoqib test qilganman buni. Zo'r, haqiqatdan ham yonishi. Kimga mana shunaqa gorilkalar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar.